va ba'zi bir hollarda bizga mijozlar keladi, aytishadi, mani o'zimga bo'lgan ishonchim yo'q. Nima uchun mana shunaqa bo'ladi? Birinchidan, bu xususiyat uni bolaligidan rivojlanadi. Qachon bolalikda ota-onasi unga ishonch bermagan bo'lsa, uni har doim ishidan kamchilik topgan bo'lsa, uni kimlar bilandir solishtirgan bo'lsa va o'zini o'sha yerda nima deydi, qadrsizlagan bo'lsa bola, va bu holat katta bo'lganda ham his qilaveradi. Va ba'zi ayollar boshqalarga havas qiladi, unda hammasi zo'r, menda hammasi zo'r emas, yoki men u hayotda o'zini o'rnini topib ketdi, men o'zim o'rnimni topib ketmadim deb, aslida o'zini bor qobiliyatini, bor iqtidorini nima qiladi? Qadrsizlantiradi. Va qachon inson o'zini o'zi qadrsizlantirishni boshlaganda, har bir ishidan kamchilik topadi va o'zidan o'zi qoniqmaydi va shu hisobdan ham u o'zini boshqalar bilan solishtirishni boshlaydi va shu bilan birgalikda uni turmush o'rtog'i ham uni aslida boshqalar bilan solishtirish bilan uni qadrsizlantiradi va qadrsizlanish hissiyoti unga har doim og'riq beradi. U hamma yoqda o'zini qadrsiz hisoblaydi, u hamma yoqda o'zini hech kim hisoblaydi va u harakatga kelaman desa ham, xato qilib qo'ysa ham, bitta xato qilib qo'ysa ham bo'ldi, bu endi o'xshamasligi mumkin deydi-da. Mana shu vaziyatni qilmaslikka, mana shu ishni qilmaslikka stopper bu bitta joyda turadi. Qadrsizlanish hissini his qilganimdan ko'ra, men hech qanaqa qadam qo'ymasligim bu yaxshiroq deydi. Ya'ni bu dangasaligi, mas'uliyatsizligi aslida uni qachondir kirib qolgan e'tiqodidan hozirgi hayotida o'z o'rnini topa olmayotgani va o'zini qadrsizlantirish bilan tenglashtiradi.